Menga qara, Ha? Qashqadaryodanman dema dedim. Uningni Qashqadaryodanman o'g'li dema. deysan, men Qashqadaryodanman. Sutganim baqursanda qolardi. Men Qashqadaryodanman. Ko'rdingmi otajon? Nima qilay men? Nima qilay? Nima qila olasan? Nima qila olasan? Sendaqalarga so'z ojiz. So'z ojiz. Tamam. Sen mendaqalarni pulini yeb yuribsan. Yinay nomini yibsan. Yinay nomini yibsan. Yinay nomini yibsan. Ha, bunda uspokойся. Yinay nomini yibsan. Bunda uspokойся. Nerv chiqma. Asabiylashma. Yangi hayot aka, siz otajon yeb ketdi pulim dedingizmi, shundaymi? Yo'q. Videolarni tashlab beraymi? Tajangchimi? Biza chipda yuribmiz, hamma narsani eshitib yuribmiz, otajon. Ajab ber. Yinay nomiga skay tasha. Tajangchi, men bu odamga yomonlik qilmadim lekin. Agar men ko'tmalagan otajon meni haqqimni. Otajon sababchi. Balkondagilar agar meni noto'g'ri gapim bo'layotgan bo'lsa sizlar aytinglar. Hammasiga otajon sababchi. Otajon telefon qilsam uxlab yotibdi deb turib gapirdi. Pulni yeb ketgan ham ana shu otajon deb turib gapirganlar bormi yo'qmi? Yo'q, rostdan pulni yeb ketgan degan gap bo'lmagan. Yo'q. Aytmagan. Pulni yeb ketgan degan gap bo'lmagan. Aytmaganman. Mani mujikman. Aytgan bo'lsam men aytdim deyman. Lekin hammasiga otajon sababchi, otajon meni aynitdi. Men aytdim, otajon eshit. Men yana aytdim. Mana har xil gap gapirmay, yinaylar amiga sizga qanjiq. Amlar, enaylar amiga sizga amlar dunyoni buzgan gapirma men gapirmay. Amlar dunyoni buzgan yinaylar amiga sizga. Mana efirdagilar aytsin. Men aytdim. Otajonga dedim, otajonga men Nexia olaman, otajon deb Nexiani 1-2 marta ko'rsatdim. Kallangga qutoq Nexiani pux bormi senga haromi? Senga borki Matiz olib berganiga Xudoga shukr qil, ko'r, ko't bilan. Men ayni omiga gapni eshit hozir. Sen yana borki borib olib turib o'zimni pulimga borib turib yedirib keldi debsan, haromi? O'shani ham Sardor yig'ib berganki, omgalaq biladi. Yana ayni sizga sen berib qo'yuvdingmi, hay menga Sardor olib berdi. Sen onayni sizga berib qo'yuvdingmi? Men Sardorni gapirganim yo'q. Nima yomonlaysan? Onayni omiga sizga hozir onayni omiga qilib butilgan tiqoraman. So'qib. Torgacha ayni omiga. Bo'l aka. Tarayni omiga sizga otasidan yutsalar. Men beram anavda salgina chetda yuribman, hamma narsani eshitib. Yana ayni omini yeb bersan, yana ayni sizga Amerikada yuribman debsan. Ishla onayni sizga omini sotib yurmaydi. Ay ishlab yuribdi hali bundan ortiq nima qilsin? Nima edi senga? Menga qara. Yangi hayot, men senga yomon gapirmayman. Yana nomini yeysan, yana sizga yomon gapirmaysan. Bo'ldi, nogironsan, ozroqgina kasal. Yana nomini yeysan, yana sizga nogiron bo'lish bir narsa, yana sizga sen ham nogiron bo'lib qolasan, yana nomiga. Mayli, men nogiron bo'lsam ham mayli. Men Alloh bergan o kunimga rozi bo'laman. Yana nomini yeysan, Allohga gapirma, yana sizga har xil gap gapir. Allohga gapirma, yana sizga ominga mana pul tutib qo'raman hozir. Gapirma, yana nomiga. Bo'l. Ha, aytgansan-ku o'zing. To'g'risini yana nomini aytganman. Nimani aytganman? Yo, yana sikdim dedim. Mana otajon aytgansan-ku Men o'zing. sikdim dedim. O'zing aytgansan-ku mana otajonni. Ana hammasiga otajon sabab. Shuncha videolar otajon ko'rmagan. Men aytgan bo'lsam otajon ko'radi, otajon videosi chiqadi, ko'radi. Ya ko'rdingmi oldimdan chiqib qolsa borib Men ko'rganim yo'qman lekin. Ha, otangga rahmat. Ko'rganing yo'q, ko'rmaysan ham, aytmaganman. Balkondagilar. Mana ozuqni yopib Bu endi to'g'ri, o'tgan narsa, hozir Daryo 1 minut. O'tgan narsa o'tib ketdi, to'g'ri. Bu narsani kovlash kerak yo'q. Lekin aytgan gapini aytdi deyish kerak-da. Men eshitganman. Daryoning gapi to'g'ri. Men olmoqchi edim dedi. Otajon menga Matiz tiqishtirdi dedi. Bo'lgan shunaqa gap. Telefon qildi, otajon qildi. Hammasiga otajon sababchi degan-ku. Hay, men bu gapni aytdim, bo'ynimga olaman. Aytmadim. Naqo'y aytmadim deysan bo'lmasa. Men aytdim, otajon dedim, Nexia olaman degan bilim yo'q, aka. Nexiaga hozir Nexia olguncha qutuq haromi. Voy deb otajon menga dedi, Matizda oldim dedim. Men yomon otajonni sukkanim yo'q. Yo boshqasini enayni olgan mana onayni sikay. Atmasga qilyapti. Onayni haromi shular borki, senga Matiz olib berganiga
Xudoga shukurdi. Otang senga Matiz olib berganmi? Haromi? Om, eshit, om. Ha. Sen o'zingni Kelishamiz. qotag'idan bo'lgan otangga, omidan yaralgan enangga bir kilo go'shtga pul tashlab berganmisan? Voy Xudoga shukur, ota-onam har doim Meni xatga jo'natib yuribman. Meni ota-onam haqida gapirma, haromi. Otangni Meni ota-onam haqida gapirma, haromi. Amerikani onangizga inglizlarga omingni berib yuribsan. Ya, o'zbekka berib yuribman lekin. O'zbeklar ko'p Sen enangizga. O'zbeklarga berib yuribman. Beraman ham. O'zbeklarga beraman da kanishni. Sikmaydi. O'zbeklar seni sikmaydi. Ya, sikadi. Enangni omini yeysan. Seni boshqa o'zbeklar sikishi mumkin. Otangni sinfdosh jo'ralari sikadi seni. Sen hozir yalayman deding-ku, dadam qatorisan. Enangni omini yeysan, onangizga mani yalayotgani turibdi pastda. Ha, nimaga xafa bo'lyapsan? Sen onangizga